Qizlar, nereal. Endi sizlar bilan desertimizga такой mini pirog qilamiz. Zo'r вообще. Kichkina bolalar ham sevib iste'mol qilishadi buni. Meni uydagilarimdan. Bizga где-то 200 grammcha iligan sut kerak bo'ladi. Обязательно теплый bo'lishi kerak. Menda bu 307, 200 ni qo'shdim. Где-то 170 gramm erigan sariyog' yoki margarin. Bu ham teplый bo'lishi kerak. Qo'shib yuboraman. Bitta tuxum qo'shamiz. Bitta tuxum qo'shib yuboramiz. Bir osh qoshiq dro'jji solamiz. Mana bir osh qoshiq dro'jji. Dro'jjini rosa ko'pchilik so'rashadi, nimagadir xamirim oshmaydi deb. Mana qizlar, massamizni yaxshilab aralashtirib tashlaymiz-da, ozgina-ozginadan un solib, qo'lga yopishar-yopishmas xamir qilamiz. Unimiz где-то 500-600 grammcha ketadi. Mana xamirimiz tayyor. Ko'rasizlarmi qanaqa yumshoq chiqqanini? Qo'lingizga ozgina yopishadi-da, qo'linglarni yog'lab olsanglar yopishmaydigan bo'ladi. Endi buni 2-3 soatga xolodilnikka oshirishga qo'yib qo'yamiz, yopib. Sizlar qaranglar, men unaqa ko'p ushamadim, 15 minutcha turdi. Mana ko'rasizlarmi, 15 minutda ham уже oshgan. Endi buni olib 2 ga bo'lamiz. Shunaqa ekstreniy shoshayotgan paytingizda ham shunaqa ishlab tashlasanglar bo'ladi. Teng 2 ga bo'lib, dumaloq qilib yoyib olamiz. Xamir qo'limga yopishmayapti, un hech narsaga kerak emas. Просто jo'ylarni ozgina yog'lab olsanglar bo'ladi. Hozir men dumaloq qilib pergament ustida yoyib olaman. Mana qaranglar qizlar, ingichka qilib yoyib olasizlar. Junaqa qalin emas, slishkim ingichka, o'rtacha bo'lishi kerak. Endi bizga erigan shokolad kerak bo'ladi. Xohlasanglar 5 shokolad qilsanglar ham bo'ladi. Menda молочный. Surib tashlaymiz hamma joyiga yaxshilab. Endi bu yerda menda qaranglar, yong'oq bilan, gretskiy orex bilan shakarni aralashtirib olganman. Maydalangan yong'oq bo'tdi. O'zingizlar primerni qo'shasizlar. Hamma joyiga yaxshilab sepib tashlaymiz. Men katta qilibman, lekin sizlar bu xamirni to'rga bo'lib, ustma-ust sloyni qilsanglar ham bo'ladi. Mana yong'og'imni ham hamma joyiga qilib oldim. Endi mana ikkinchi sloyini yoyib yuboraman. Mana aytayman, ustma-ust qilsanglar bo'ladi, lekin men ustma-ust qilmadim-da. Mana ikkita sloy bo'ldi. Sizlar shuni 4 ta qilsanglar bo'ladi. O'rtasiga stakan qo'yib olasizlar-da, bo'lib chiqamiz qizlar, yaxshilab. Mana shunaqa bo'lib chiqiladi. Oxirigacha, faqat mana bitta qoladi-da qizlar. Mana bo'lib oldik, menda ozgina nerovna ketdi, nolatni hech narsa qilmaydi. Yana bo'lamiz 2 ga. Ko'rasizlarmi, mana shunaqa bo'lishi kerak. Qizlar qaranglar, mana kesib oldik. Endi buni o'raymiz. Bunaqasiga o'raladi. Ko'rasizlarmi? Bu yoq tarafga. Mana shunday turib turadi. Voy, mana. Ko'rasizlar, ikki yoq tarafi ikki xil yonga o'raladi-da. Keyin olib, birlashtirasizlar. Mana chiroyli birlashtirib, bundoq qo'yib qo'yasizlar. Hammasini hozir shunaqa qilib chiqamiz. Jo'jalik radugaga o'xshab chiqadi-da. Endi tuxumni sarig'i kerak bo'ladi. Hamma joyiga chiroyli qilib surib chiqamiz. 180 gradusda 25 minutga duxovkaga, qisib turgan duxovkaga yuboramiz. Qizlar, nerealniy aromat. Mana qaranglar. Zo'r yumshoqqina chiqdi. Teplый молоко qilib olib buni yesanglar, qaranglar. Mana effektsiz ichlari. Ko'rasizlarmi? Issiqdek qo'lim ozgina kuyib o'tdi.